Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Kunlaringiz yaxshi o'tsin. Xudo xolasa biz Bag'at Ato'ga keldik. Asabek ustadan. Asabek ustaning ishlarini ko'rib chiqamiz va narx-navoni tanishamiz. Assalomu alaykum. Asabek usta, yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Hurmat. Asabek, qarang. Bergancha so'mlik xarajat ketdi, ancha so'm bo'ldi. Kechaqurdan so'mga qapdim, endi potoqlancha so'mga qaytdim. Oboylari shular haqida bir ma'lumot berib o'tsa. Nega o'shda bir 40 million so'mlik material ketdi, mana usta haqqisi ichida-da. Chaqat-chaqa. 4 qat. 4 qatta, ha? 4 qat. Samosovda turadi bu. Ava. Gipsaqar dollarini figuralasini 50 ming so'mdan qaqdi. Figurala bo'lganicha 50 ming so'mdan. Xo'p. Tekstillarni 20 ming so'mdan qaqdi. Ava. Malyarkasini 45 ming so'mdan ishladik. 45 ming so'mdan. Malyarkasi, oboyi, mana narsa, rotbon içinde. 45 ming so'm. Oboyi, ava. Endi filancha so'mdan ishlab berding, Asabek. Endifti 1 kvadratini 250 ming so'mdan ishlab berdik. Materiali usta haqqisi ichida. Mana qaytib kelish so'raman mana narsasini. Azan Asabek bu yoqda oshxonani ham kafening ham mana narsasini kelgan ekansan. Shu haqida bir ma'lumot berib o'taylik, ko'p odam masalan nima gap qiziqadi-ku? Oshxonaning muammosi. Berdi, niye ishni etib avoy etibsan? To'g'rimi? Chiroyli etibsan. Bu kafening stili o'ziga yarasha baland yuksak oshxonalarni chiqsam, bu xarajat ketdi shuga. Shu xonamizga 70 ming so'm oldik 3 metrni o'zini. Lampochkalarni 80 ming so'mdan oldik. Har biri. Kafening necha so'mdan berdi? Kafelde 70 ming so'mdan sotib oldik bu kvadratini. Usta haqqisi ham 70 ming so'mdan. Ha, taqsam 70 ming, material ham 70 ming. Bo'ldi. Esa xudo xolasa xizmatingiz bo'lsa, Asabekka murojaat etasizlar, nomerlarni qoldiraman. Xudo xolasa bizlarga kuzatishda davom eting, obuna bo'lib qo'ying.